Assalomu alaykum do'stlar. Navbatdagi ishimizni yakunladik. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana duv konturning kotyoldan boshlasak, bu duv konturning kotyolimiz hammomimizga sovuq suv ta'minlab beradi va отопление tizimini ham isitadi. Hammomimizga keladigan bo'lsak, mana to'g'rida oynamiz joylashgan, rakvina tumbasi bilan. Pollarimizga kelsak, keramogranit 60 ga 60 kafellari terilgan. Stenamiz qattiq sifatli dekorplastlardan qilingan. Patologimiz ham dekorplast. Har doimgidek vitishkalar qo'yganmiz. Va smesitillarimiz ham sifatli smesitillar qo'yildi. Bir narsaga e'tiborlaring qaratsam, plastigimiz eng tagida kafel bilan tutashgan joyida ko'ryapsizlar, germetichni qilingan. Ichidan ham to'ldirib, tashqidan ham to'ldirib germetik quyilgan. Endi hammomimizni ikkinchi tomonini ko'rsataman. Bu tomonimiz hojatxona, unitazimiz shu joyda joylashgan. Ko'rishlaring mumkin. Mana shu holatda bo'lgan. Razmeri 1,5 ga 1 metr qilib qilingan bu joyimiz. Va yana bu joyda ko'prik polimizni kollektor joylashgan nasosi bilan mana shunaqangi joy qilib qilganmiz. Juda ham sifatli chiqqan, ko'rishlaring mumkin. Ustiga nima bo'lsa ham qo'ysa bo'laveradi. Ichini ochib ko'rsatsam, ko'rishlaring mumkin. Ishlab turibdi hozir. Qaynoqqina nasosimiz, podacha обратga suvimiz. Polimiz ham juda ham ajoyib isiyapti. Bu joyda ham do'stlar vitishkamiz bor. Lampalarni o'rnatganmiz. Vitishkamiz ishga tushdi. Do'stlar, qilayotgan ishlarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, ma'qul kelayotgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Hammom qilaman, uy remont qilaman, sifatli usta kerakadigan odamlarga, tanishlaringga shu videolarni yuborib qo'yishni unutmanglar. O'zlaring ham obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringiz biz uchun muhim. Rahmat, sog' bo'linglar. Hammalaringning xonadonlaringda go'zal ishlar, sifatli ishlar bo'lishligini tilakdoshimiz. Rahmat, sog' bo'linglar.